avtobusda ketayotsak, bir kishi hikoya qiladi. Avtobusda ketayotsak, mana shu Misrda Qohirada bo'layotgan narsa. 8-10 yosh bola maktabga ketyapti, o'tiribdi sumkasi bilan. Yo'lovchilardan bittasi avtobusning pulini to'ladi. U 3 junah deb o'ylagan ekan. U avtobus 5 junah ekan. Bir narx o'zgargan payti bo'lsa kerak. 3 junah deb beruvdi, u chipta qaytarish kerak shofyor. U aytdiki, yana 2 junah ber dedi. Deydi, haligi odam undan qarasa yo'q. U bor pul bilan chiqib olgan, uyga yetib olishga. 3 junah bor ekan xolos yonida. Yonida odam, haligi odam qaradi, pul yo'q. Xijolat bo'lib turuvdi, bori shu ekan demoqchi bo'lib tursa, haligi maktab yoshidagi 8-10 yosh bola yonidan 2 junah chiqarib berib yubordi dedi. Haligi odam o'rniga. Berib yubordi, keyin biz hayron bo'ldik, yosh katta odam. Hayron bo'lib, nimaga berib yubording desa, menga dadam har kuni 10 junah beradi. Maktabga borib kelishga ishlatasan, yo'lkadagi ortganiga masalan chips olasan, minasa olasan deb 10 junah, 15 junah berar ekanda, har kuni muayyan pul berar ekan. O'sha puldan har kuni 1 junah men kissamga alohida saqlayman. Nima uchun desa, shunaqa pul yetmay qolgan odamlarga yordam qilib berib yuboraman deb alohida sumkasida cho'ntagida to'playman. Har kuni 1 junah. Bir oyda 30 junah bo'ladi. Qarasam yo'lda biror kishi muhtoj bo'lsa, shundan berib yuboraman, o'sha puldan bu deb. Sizga dadingiz 100 junah bergan bo'lsa, 50 junah bergan bo'lsa, shu 50 junahga masalan 2 ta Pepsi, bitta shokolad, bitta boshqa narsa chips olishingiz mumkin. Hammasini tugatib bo'kishingiz ham mumkin. Lekin o'shundan 1 junah, 2 junah har safar olib qo'yishingiz ham mumkin. 10 junahga to'ygan odam 9 junahga ham to'yadi. 15 junah yetgan joyga 10 to'lam yetadi. 12 ham yetadi. Kerak bo'lsa 10 ham yetadi. Isrof qilmasangiz. O'shuning uchun qo'lingizga tushgan puldan 1% bo'ladi agar 1000 junah, 100 junahdan 1 junah bo'lsa. 10 junahdan 1 junah bo'lsa 10% bo'ladi. O'sha ozgina 1 junah bo'lsa ham alohida kissaga solib qo'ying. Har qo'lingizga pul tushgan, dadingiz pul beradi. Ozgina. Unda qarab 10 ga bo'lib 10 dan birini soling, 20 ga bo'lib 20 dan birini soling, 40 ga bo'lib 40 dan birini solsangiz ham mayli. Zakot bo'ladi. 2,5% bo'ladi. Solib qo'yingda shuni to'plab yuravering. Keyin bir kun o'rtog'ingiz muhtoj bo'lib qoladi. Masalan, o'rtada pul yo'qsa, yetmay qoladi. Qo'shib olasiz. Ko'chaga chiqsangiz bir muhtojni ko'rasiz, qarini berib olasiz. O'sha amal sizni tarbiya qiladi inshaalloh.